Samat, ig'ir mikan? Ig'ir emas ekan, ko'taralayman. Qazon sotaman, qazon elinglar. Berib ko'rib baqayli, qazon olmoqchi edi. Faqat bu yangi qazonni ko'n qazonning bahosini setib etaman. Men birini olay. Jon xo'jayin, ko'zingiz mol to'naydi ekan. Qaranglar, bu so'qilgan qazon, shundoq puxta, shundoq obdan qazon bu. Rost. Jon xo'jayin, bu qazonni men uyingizga apirib beray. Bo'ladi, ma'qul. Buningga ayrim topana qilib berma. Rahmat sizga, jon xo'jayin. Bu qozonning puli bor. Xo'sh. Samat uningga ishlab o'tibdi-da. Ma, pulini olgin. Rahmat aqa. Samat aka. Samat o'zgarib ishlab o'tibdi-ku. Onun rostili o'zgarganiga sizlar ishini otamsizlar? Ishonmaymiz. Samat degan shunda xo'rim bir nima tursa, u mijozini o'zgartiradi. Nimishqa o'zgartanmigidak? Odam asli oq ko'ngil bo'ladi. Tug'ilishdirlar, eski bo'lmaydi. Samat akammo shunga o'xshash. U rostili ishlab o'tibdi. Alloh bo'lsa. Rahmat sizga jon xo'jayin. Arzimaydi, bu sening elishga tegishli haqqing. Yana ish bo'lsa seni chaqirdim. Men cho'qim yaxshi ishlayman, oyjon. Teşvik bo'lmay xo'jam. Samat, anlasam ishlab o'tibsan-ku. Shundoq. Bizning takka ishlaydigan odam kerakdi. Men baray, men qilay. Kuningga 2 tilla beraman. 2 tilla? Bo'ldimi? Mandoq. Yura. Bayxo'jam, ishlarni qilib bo'ldim. Bayxo'jam, hamma ishni qilib bo'ldim. Qilib bo'ldim, ha. Bayxo'jam, qarasizlar. Yaxshi ishlabsan. Qaysang bo'ladi? Bayxo'jam, sizlar menga bermoqchi bo'lgan 2 tilla ish haqqim-ku, ha? 2 tilla? Men sana shundoq deganman. Sen shundoq degan-ku. 2 tilla. Sendan o'g'riga pul berishimning hojati yo'q. Biroq Mana, yo'q. Aytadi. Sana 2 tilla berishimga kim ishonadi? Bir kun bekor ishlabdi men. Qo'sqin ajab boshdi. Aldırma ya. Çay içi bile. Rahmat. Bugün bayığı bir gün işlep bir tiyimi alamadım. O sizge yegidek hiç mi vermedim ha? O küllük iş hakkımga 2 tilla bermedigeydi. 2 tilla adamsiz? Şundaq. Yalğan sözlavatsiz. Küllüğünüzge herkesin ondaq jiq pul vermeydi. Ben yalğan etmedim. Oğri! Sen 2 tillaga layık emas. Sen yeni yalğan etyapsan. Neymiş ki bana işenmeydiğinizler? Kimnin dopsudu bu? Nima bo'ldi taqay? Chataq bo'ldi. Samat akam o'zini daryoga tashlamoqchi. Tez bo'l taqay. Tez bo'l.
Samet aka! Samet aka! Taqay! Samet akam qani? Tez bo'l, tez. Qanday qilamiz? Hamma gap senda qoldi, Taqay. Bo'ldi. Samet aka, bir ish bo'lmagandi. Nima ish qilib daryoga sakraysiz? Bu taqay meni daryoga ishtiryapti. Kechiring Samet aka, o'qishmaslik bo'lib qopti. Daryo bo'yiga nima ish qilgan edingiz? Nafsimga cho'q tortib, boyning domi tushib ketibdiman. O meni aldabdi. Bay, sizni aldabdimi? O'ylab boqay. Topdim. Muhim xabar. Tunagi Samet akamiz Bayxo'jamga bir kun o'zimiz beribdi-kan. 2 tilla beribdi. 2 tilla. To'g'ri, Bayxo'jam mening kunlik ish haqimga 2 tilla berdi. Tez berib Bayxo'jamni izdanglar. O'zimni uzib bo'lsa, bu fursatda quruq qolsa, jumon. Qaranglar, Bayxo'jam keldi. Sehi Bayxo'jam, tunagi menga kunlik ish haqimga 2 tilla berdilar. Ko'p rahmat sizga. Bayxo'jam bizmi sizga o'zimizni beraylik. Ma'qul. İki tilla berdigan bo'ldi. Ishlayli. Aldirmanglar, saqlab turinglar. Avval Bayxo'jam bilan ish haqimizni bekitib olaylik, bo'lamdi? Bayxo'jam. Bu yerda bekor turg'ucha berib ishingni qilishmamsan. Kunligimga 2 tilla beramsiz. Uxlab tushing. Kunligimga 5 yamoq beraman. Bayxo'jam, bizmi Samatga o'xshash kunligimizga 2 tilla olamiz. Mumkin emas. Pulning dardida sarong o'psira. Bayxo'jam, ish qilganda adil bo'lmaslari bo'lmaydi. To'g'ri, adil bo'lmaslari ishlamaymiz. Men sizlarga deb qo'yay. Men Samat degan o'g'riga pul berib bo'lmadim. Bermaganmi? Biz ishlasakmi bermamdilar? Xotirjam bo'linglar. Ish haqinglarni cho'qim beraman. Sizlar o'g'rimmisinglar ya. Ko'nglimda sanba. Bayxo'jam, sizlarga desam, sizlar boshqalarga samimiy bo'lsalar, boshqalarmi sizlarga ishonadi. Sizlar bilan savdo qilsaqmi pul topa olamiz. Lekin gaplarda turmay samimiy bo'lmasalar, hech kim sizlarga ishonmaydi. Sizlar bilan savdo qilmaydi. Shuning bilan vayron bo'lalar. Bayxo'jam, sizlarning samimiy odam bo'g'ilari bormi? Men Samatning ish haqini beray. Bayxo'jam samimiyatini bildirdi. Xaloyiqning samimiy kishilarni mukofotlash yig'iniga qatnashganligini qarshi olamiz. Ikki taqimizda qatnashganligini tabriklaymiz. Aldi bilan Samat taqimizni sagnik taklif qilamiz. Baş personaj Bayxo'jamni sagnik taklif qilamiz. Qarshilanglar. Endi Bayxo'jam Samat akimizning ish haqini berdi. Bayxo'jam, bir kunlik ish haqimga 5 yamoq pasli bo'ladi. Samat, unda qilmizlar. Bayxo'jam yana davomlashtirmoqchimi? Albatta. Bu sening ilish tegishlik bo'ling. Rahmat sizga Bayxo'jam. Odam samimiy bo'lsin, nima degan yaxshi. Xotin. Lab adilma. Tafsilini.